Menda shunaqa prinsip bor. Ba'zi bir insonlar bilsan, o'zini tushkunlikka tushib qolgani boshqalarga ta'sir o'tkazib yuboradi. Xuddiki sen u narsaga majbursan. Kayfiyatini ko'tarishga boshqasiga. Menda nabarat. Kayfiyatim shunaqa darajada stressda bo'lsam ham men o'zimni bandaga ojizligimni ko'rsatgim kelmaydi. Faqat Alloh bilan gaplashaman. Dardim Allohga aytaman. Ko'pincha kulib yurganimga, g'ami yo'q bu, dardi yo'q. Beg'am deydi, lekin unaqa emas. Mas'uliyatimiz bor. Ayniqsa ishimizda bizlar o'zimizdan juda qattiq shug'ullanadi klientlar. Maksimal xato qilmasligiga harakat qilamiz. Xato qilmaslik uchun mas'uliyat, risk, shunga o'xshash tartibli, kuchli bo'lish kerak. Kuchli bo'lmasa, mana Allohning izni bilan shu kungacha bekor kelmaganmiz. Xudo xolasa xalqqa ishonchda. Erkaklar uchun maslahatim, qo'lidan ko'p ish keladi. Ilgari shunaqa zo'r kadrlar bor yoki shunaqa miyasi zo'r ishlaydi, kerak narsalarga ishlatadi insonlar. Endi balki menda ham shunaqa holatda bo'lgandir. Misol, men xatoyimni o'zim ko'rmayman, lekin men qanaqa ishlayman? Mana bitta narsani qilishim uchun men bo'ynimga qo'yib olaman ligini. Qilsa bo'ladi, faqat u narsani bo'yniga qo'yish kerak. O'zini o'zi bo'yniga qo'yib qo'yish kerak-da. Erkak kishini o'stiradigan narsa bu mas'uliyat. Biz yanada mas'uliyatli bo'lishga harakat qilib to'y, inshaalloh bo'lamiz.